Yelkangizni qirsillatyapsiz. Siz o'ylaysiz, bu yengillikmi? Aslida bu bo'g'ibingizning yig'lashidir. Foydasi bor deb o'ylaganmisiz? Aslida bu sizning suyaklar orasidagi suyuqlikning bosim ostida portlashidir. Bir necha marta qilinsa muammo yo'q. Lekin bu odatga aylansa, bo'g'imlarda yoriq, suyak yuzasida mikro shikastlar, mikro treshinalar paydo bo'ladi. Doimiy qarsillatish artrit, artroz va bo'g'im deformatsiyasiga olib kelishi mumkin. Bu faqat qo'l emas, bo'yin, tizza va umurtqa pog'onasi uchun ham xavflidir. Qani tan olaylik. Ko'pchilik stressda yoki shunchaki odat bo'lib qarsillatadi. Organizm buni har safar og'riqsiz o'tkazmaydi. Bo'g'imlaringiz sizga yillar xizmat qilishi kerak. Ularni bolalikdan buzib qo'ymang. Agar yengillik kerak bo'lsa, cho'ziling, mashq qiling, lekin qarsillatmang. Hozir foydali tuyulgan narsa 10 yildan keyin og'riqli bo'lib qaytadi. Yaxshisi vrachga boring. Bo'g'imlar qarshilik emas, e'tibor kutishyapti. Kommentariylarda yozing, siz ham qarsillatasizmi? Sizlar bilan vrach Saidulay Sardor Xayrullayevich bo'ldi.